Zamonaviy o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularni samarali qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir. Joriy yilning 16 aprel kuni Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan ta'lim muhitining transformatsiyasi, zamonaviy o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni mavzusida tashkil etilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ham ana shu masalalarni o'zida mujassam etdi. Ta'limga doir multimedia va elektron resurslar bitta nuqtada birlashtirildi. Ta'lim muhitining transformatsiyasi, zamonaviy o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni mavzusida o'tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya davomida Yagona ta'lim resurslari va xizmatlari portalining taqdimot tadbiri ham bo'lib o'tdi. Ushbu portalni yaratishdan asosiy maqsadimiz bugungi kunda barchamizga ma'lumki, ta'lim resurslari turli xil multimediali yoki raqamli ta'lim resurslari turli xil joyda tarqoq shaklda yotibdi. Ya'ni umuman olib qaraydigan bo'lsak, hammaga turlicha yetkazilmoqda. Shularni umumiy holda bitta joyda yetkazish va o'qituvchi, o'quvchi va ta'lim ishtirokchilarida ushbu resurslardan yagona nuqtadan turib foydalanish va bugungi kunda ta'lim jarayoniga barcha tatbiq etilgan raqamli platformalar, xizmatlar bor. Shulardan foydalanish bo'yicha turli xil qo'llanmalar, ulardan foydalanish bo'yicha metodik qo'llanmalar, interaktiv resurslar va har bitta darsliklarni ularning mavzulari va fanlaridan kelib chiqqan holda alohida raqamli resurslar, interfaol resurslarni o'quvchilarga uydan chiqmagan holda foydalanishi va qo'shimcha mustaqil ta'lim olishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratib berish maqsadida, demak, ushbu platformani yaratganmiz. Portalga istalgan vaqtda, istalgan joydan va qurilmadan kirib foydalanish imkoniyati yaratilgan. Internet bilan bog'liq muammolarga ham yechim topilgan. Bugungi kunda platformamiz to'liq TASIX tizimida ishlagani uchun barchamizga ma'lumki, deyarli 10 mingdan ortiq barcha maktablarimiz bugungi kunda yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlangan. To'g'ri, ba'zi bir muammolar bo'lishi mumkin, lekin asosiy platformamizda bugungi foydalanuvchilar, ya'ni O'zbekiston ichki tarmog'ida bo'lganligi sababli unaqa muammo kuzatilmayapti. Albatta, bu yerda biz ikkinchi tomon, ya'ni texnik tomonlarni ham inobatga olganmiz, ya'ni посещение, ya'ni foydalanuvchilar ko'paygani sari buni texnik tomondan imkoniyatlarni kengaytirib bormoqdamiz. Konferensiya yakunida raqamli texnologiyalarni ta'limga tatbiq etishda ilg'or yondashuvlar asosida tayyorlangan 300 dan ortiq ilmiy maqolalar to'plam holida nashr qilinishi belgilandi. Biz o'qituvchilarning raqamli malakasini oshirishni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu O'zbekistonda amalga oshirayotgan ishlarimizdan biri. O'qituvchi va o'quvchilarning sun'iy intellektdan foydalanishiga keladigan bo'lsak, ular UNESCO sistemasiga asoslangan platformalardan foydalanishmoqda. Biz sun'iy intellekt standartini O'zbekiston ta'lim muhitiga moslashtirmoqdamiz. Ta'limni raqamlashtirish mamlakat aholisining bilim olishida teng imkoniyatlar yaratadi. Bu esa raqobatni oshirib, sohaning rivojlanishiga yordam beradi.